Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Bundan bir hafta 10 kuncha oldin video chiqargandik. Mana shu joyimizga oziqa berilgandan keyin 3 kundan keyin holatini chiqargandik. Mana oradan bir hafta 10 kunlik holatini sizlar ko'kalarini bir xatir ko'rsatamiz. Ko'rinayotgan bo'lsa, cho'lchanglar oddiy molni go'ngini shunday granula holati keltirib tashladi. Cho'lchanglarimiz yana oziqa berish holatiga kelib qoldi. Bu joylarimiz cho'lchanglar ozib ketgan jarayonni bir qator kuzatyapsiz. Xuddi mana shu joyimizdan yakunlagandik o'tgan hafta videomizni. Mana ustidan ko'rib turibsiz, bir qator o'tlar o'sib chiqqan. Mana 7 ta reaktorimizda birinchi oziqa bergan joyidan o't ko'kari boshladi. Shuni bir qator ko'rsatdik. Mana o'tlar shu holatda o'sa boshlagan. Tagidagi 100% ana granula holatiga keltirib bergan cho'lchanglar. Oziqa tugab qolgan jarayoni bu. Xudo xohlasa oziqa berib kelyapmiz cho'lchanglarga. Mana bu joydan hozir kunlar ham yaxshigina 38-40 darajaga yetib borgan. Oziqa berilgandan keyin to cho'lchanglar moslashguncha hozir suv berishini mana bu reaktorlarimizga bir qator berib kelyapmiz. Shu jarayonida oziqa berish ishlari amalga oshirilib boshlanadi. Cho'lchanglarimiz ozib ketgan jarayoni. Ya'ni oziqa berilgandan keyin kunlar qizib ketdi. Endi bu yog'iga oziqa berilgandan keyin kuniga 2 mahaldan ertalab kechqurun to cho'lchanglar yangi go'ngga moslashgunicha shu holatda kuniga 2 mahaldan berib boramiz. Keyingi 100% 2 martaga o'chish jarayoni esa iyun oyining 10-15laridan havo haroratiga qarab berib boramiz kuniga 2 mahaldan. Hozircha cho'lchanglar to yangi oziqa berilgandan keyin to yangi oziqalarga o'rganguncha kuniga 2 mahaldan berib boramiz. Mana shu holatda oziqa berib borilyapti. Mana bu joyimizga bir 3 kun bo'ldi. Sekin-sekinlik bilan beryapmiz. Birinchi bergan joyimiz boyagi boshi esa keyin oxirida berilgan joy. Bu yangi oziqalarga cho'lchanglar kuniga 2 mahal suv berilgandan keyin o'tayotgan jarayonni bir qator kuzatamiz. Ko'ryapsiz, shunday bir zich holatda bo'lib cho'lchanglar yangi oziqalarga o'tib boshlabdi. Bu esa mana kunlar isigandan keyin kuniga 2 mahaldan suv berganning natijasi deb o'ylaymiz. Mana shu holatda bizning ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Boya ko'rgan bu reaktorimiz ustidagi o'tini shu holatida turgan holatida ustidan yangi oziqani qalinligini 7-8 cm qilib berib kuniga 2 mahaldan suv berib borsak, xudo xohlasa natijalarimiz a'lo darajada bo'ladi.